San'at olamining afsonalariga bag'ishlangan top 5 ta filmni aytib o'taman. 5-o'rinda Ray filmi. Bu film ko'rish qobiliyatidan mahrum bo'lgan, ammo musiqani yuragi bilan his qilgan Ray Charles haqida. Film 2004-yilda chiqqan va 2 ta Oscar sohibi bo'lgan. Ulardan biri Jamie Foxxning eng yaxshi erkak roli uchun. 4-o'rinda Elvis. 2022-yilda rejissyor Baz Luhrmann tomonidan suratga olingan biografik drama. Austin Butlerning ijrosi esa shunchaki mukammal. Film o'sha yili 8 ta Oscar nominatsiyasiga sazovor bo'lgan. 3-o'rinda Bohemian Rhapsodiyasi. Queen guruhi hamda Freddie Mercury hayotiga bag'ishlangan bu film dunyo bo'ylab $900 million daromad keltirgan. Rami Malek ushbu rol uchun Oscar mukofotini ham qo'lga kiritgan. 2-o'rinda Pianinachi. Roman Polanski rejissyorligida yaratilgan bu film Ikkinchi jahon urushi paytidagi pianinachi haqida. Film 3 ta Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan. 2026-yilda chiqishi kutilayotgan Michael filmi bugungi reytingimizda 1-o'rinni egallaydi. To'g'ri, film hozircha chiqarilmagan, lekin eng ko'p kutilayotgan biografik filmlardan biri. Bosh rolni esa Michael Jacksonning jiyani Jafar Jekson ijro qiladi. Filmning treyleri hozirning o'zida rekord darajada ko'rishlarga ega bo'ldi.